Qadrli saboqdoshlar, yaxshimisizlar? In everyday English vocabulary. Kundalik ingliz tili so'zlik qomusi. Lesson 10. Around the house. 10. dars uydagi narsa keraklar. Hamda uydagi narsa keraklarininki uy bilan munosabatli. Uy bilan munosabatli cho'ng turdagi narsa keraklar. Yani her birisining ichiga kirsak, her bir uyning ichiga kirsak, nurg'un narsalar bo'ldi. Hozir cho'ng narsa keraklarni o'rganib chiqmoqchimiz. Balcony, balkon bu uydagi bir narsa. Bu ko'pincha qanday qo'yiladi bo'ldi degan. Apartment yoki flat, bino uyda. Apartment deganimiz bino uy. Bu Amerikada bino uyni apartment deydi. Angliyada bino uyni flat deydi. Flat. Shunga ikkisining farqi bor. Apartment Amerikadagi bino uyning atilishi apartment. İngiliz tilida bino uyning atilishi flat. Endi odatdagi normal bir bino emas, ayrim selingan uylarni nima deymiz? House deymiz. House deganimiz ayrim undaq bino, unda balkoni yo'q, undaq balkoni yo'q deganim bino uydagi balkon emas demakchi. House, uy. Attic deganimiz uyning ichidagi odatda normalda bir uyingiz bo'lsa, qaznaq deymiz Uyg'ur tilida. Attic deydi. Odatda odamlar u yerda yashamaydi, lekin nurg'un muhim o'zininki bir narsa keraklarini sab qo'yadigan bir uyni qaznaq uy deymiz. Qaznaq deymiz. Attic deymiz. Attic. Upstairs, üstünki qavat. Upstairs, üstünki qavat. Üstünki qavat deganimiz odatda normalda bir uyda bir qancha qavat, 2 qavatli uy desak yoki 3 qavat desak, upstairs deganimiz üstünki qavat. Downstairs, astınqi qavat. Downstairs, astınqi qavat. Upstairs, üstünki qavat. Stairs deganimiz peshtoqla. Stairs. Basement deganimiz yer osti. Odatda mesela 3 qavatli uy desak, birinchisi yer osti, undan keyin ikkinchisi normal birinchi qavatda, uchinchisi ikkinchi qavatda bo'lgan bo'lsa, upstairs deganimiz ikkinchi qavatda, downstairs deganimiz astınqi qavatda, basement deganimiz nima? Yer osti degan ma'noda. Yard, ho'yla. Garden, gulluk. Bu ikkisi qandaqsiga bunda bo'lib qoldi degani, yard degan Amerika ingliz tilida uyninki oldi keynini yard deymiz. Front yard, oldi o'yla, backyard, keyin o'yla. Garden deganimiz Angliya ingliz tilida bu yardni, ya'ni o'ylani garden deydi, gulluk deydi. Front garden, back garden. O'xshash. Hamda uyning so'zlarida yana door degan gap bor, albatta shik, shik. Roof deganimiz o'gza, roof. Lawn, chimliq, odatda ko'pincha house, ya'ni uylarning chimliqi bo'ldi. Lawn deymiz. Window, dariza, uyda albatta dariza bor. Living room, mehmonxona uy, living room. Armchair degan men hozir shu o'tirayotgan o'rindiqmi armchair deganimiz o'rindiq, o'rindiq. Ko'pincha yo'lanchiki bor o'rindiqni armchair deymiz. Couch yoki sofa, bu sofa degan gap. Couch Amerika ingliz tilida sofani couch, ya'ni couch deymiz. Angliya ingliz tilida sofa deymiz, sofa. Uyg'ur tilida sofa. Television, televizor, television. Bedroom, yotoq uy. Wardrobe, kiyim-kechak shkafi. Lamp, lampochka, ya'ni ustal chirig'i, lamp. Bu table lamp mi deb qo'ydi yoki lamp mi desangiz bo'ladi. Bed, karvat. Dresser, tartmaliq shkafni dresser deymiz. Endi bu dresser Amerikada dresser deydi. Angliyada chest of drawers deydi. Chest of drawers degan drawer degan tatma, drawers degan tatma, chest degan bu taxtay yoki shkaf, chest of drawers degan shu tartmaliq shkaf degan gap. Dresser deganimiz Amerika ingliz tilida ishlatilgan so'z, shu tartmaliq shkafga. Bedside table. Bedside deganimiz karvatning yenidagi, table degan ustal. Karvatning yenidagi ustal degan bir kichik bir ustal oldu. Odat siz qo'ng'iroqliq saytingizni
yoki o'qiydigan kitobingiz yoki lamp chirig'ingiz degandek narsalarni qo'yib qo'yadigan kichik bir ustal, shuni bedside table deymiz. Cushion deganimiz kichik yostiq. Bu normal beshingizga qo'yib uxlaganda qo'yadigan yostiq emas. Cushion deganimiz sofaning keyini qo'yib qo'yadigan kichik tik to'rt bulung shaklli yostiq. Cushion. Pillow deganimiz dal yostiq. Pillow deganimiz yostiq. Rug gilam. Rug gilam. Light chirog. Isig'liq chirog'lar. Dining room g'izolanadigan, g'izolanish uyi, tamoq yeydigan uy. Bu oshxona emas, tamoq yeydigan uy emas. Dining room g'izolanadigan uy. Table ustal, tamoq yeydigan ustal yoki cho'ng ustallarni table deymiz. Chair normal odatdagi o'rindiq. Chair. Study deganimiz kutubxona uy, kutubxona uy, study. Bookcase deganimiz kitob ishkovi, bookcase, kitob ishkovi. Desk parta, ya'ni kitob o'qish ustuli, partami deymiz, kitob o'qish ustuli. Bathroom muncha uy, o'birni uy, o'birni yoki muncha. Shower deganimiz dal shu bathroom, ya'ni o'birni uyning ichidagi muncha bor, shar muncha bor joyni shower deymiz. Towel, lo'nga, towel. Toilet degan dal siz tarat qildigan shu o'choqni, o'choq deb qo'yay, xalani shu toilet deymiz, xala, toilet. Bathtub deganimiz vanna, shower deganimiz shar muncha, bathtub deganimiz vanna. Bu Amerika ingliz tilida bathtub, Angliya ingliz tilida bath deydi. Refrigerator deganimiz to'nglatqu, buni qisqartib fridge deymiz, fridge. Refrigerator bak uzun bo'lgan ekan, fridge. Hamda fridgeninki ichida ustini ossangiz hamma narsani to'ngloqliq holat saqlaydigan yerni freezer deymiz, ayrima, freezer. Fridge umumiy to'nglatqu, refrigerator umumiy to'nglatqu, qisqartirimiz fridge, and freezer deganimiz to'ngloq. Shu haqiqiy to'nglatib saqlab turadigan joy. Kitchen oshxona uy, ya'ni tamoq yedirgan oshxona uyni kitchen deymiz. Stove yoki cooker. Stove deganimiz o'choq, stove deganimiz shu Amerika ingliz tilida stove. Cooker deganimiz Angliya ingliz tilida cooker. Stove deganimiz o'choq, ya'ni siz qozonni isib tamoq pishiradigan o'choqni stove deymiz, yoki cooker. Sink deganimiz qo'lingizni yuydigan suv idishi boya, o'birnida bo'ladi va nada qachquchlarni yuydigan oshxona uyingizdami sink bo'ladi, sink. Dishwasher degan qachquchlarni yuyish uskunasi, mashinasi. Dishwasher, ya'ni shuni qachquchlarni, mehnat qachquchlarni solib qo'yib, konukasini besib olsangiz, o'zligidan yuvib chiqarib beradigan mashina. Cabinet deganimiz oshxona, tamoq yedirgan uydagi ishkoplarni cabinet deymiz. Bu Angliya ingliz tilida cupboard deydi, Amerika ingliz tilida cabinet. Trash can, axlat sanduqi. Axlat sanduqi oshxona uyingizda axlat sanduqi bo'ldi, trash can. Bu Amerika ingliz tilida trash can, Angliya ingliz tilida bin deydi. Towelni bayatini o'rgandik. Nima? Lo'nga, toilet, o'birni, bathtub, vanna, bath, refrigerator, fridge, freezer. Bu so'zlar bayatdan o'rganib bo'lgan so'zlar. Sevimli savoqdoshlar, shunday qilib 10-darsdagi around the house uydagi narsa keraklar bilan ko'rishib chiqqan bo'ldik. Esinglarda bo'lsin, savrchanlik bilan, astoydillik bilan, pilonlik holda uzildirmay o'rganadigan bo'lsak, g'alaba bizning bo'ladi. Oxirida 3000 dan ortiq so'zni o'rganib bo'lish uchun bu darslarni astoydil o'rganish to'g'ri keldi. Shuning uchun o'rganishinglarga qutuq tilayman. See you next time. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Goodbye.